yaxshi bir bandasi agar ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh degan bo'lsa, uni do'zaxga solmaslik debdi. Birodarlar, shundan umidvor bo'linglar. Bu joyda buni aytmagan odam yo'q. Har kuni necha martadan aytadiganlarmiz. Alloh nasib etsin. Bu hazilakam narsa emas. Buni Rasululloh haq deyaptilar. Bu kishi aytadilarki, "Ya Rasululloh, deb ruxsat bersangiz men hammaga aytib chiqardim shu gapni." Hammaga aytib chiqay dedi. Desa Rasululloh, "Tek o'tir" dedi. Odamlarni dangasa qilib qo'yasan degan. Odamlar asli dangasa bo'lsa ham arziydigan gap. La yazalul khayru hayyan la yazal inna fid dunya salaman wa dhilal.